turmush o'rtog'ingiz haqiga doim duoda bo'ling. Oilangizga baraka kirishda eng katta omillardan biri bu duodir. Malika, 7 minutda mahallangizda boraman. Domingiz orqasida olamiz. Xo'p. Ko'zimning quvonchi, qalbim, aqlim, tanamning yagona sohibi, farzandlarimni mehribon otasini o'zingga omonat topshirdim. Ey mehribon Robbim, mening hojamning qalbiga eng go'zal hislar va sakinat solgin. Uning yuragiga menga nisbatan pok, samimiy va cheksiz muhabbat joylagin. Juftimning umrlarini uzun qilib, kasbkorlariga baraka bergin. Rizqimiz uchun chekayotgan mehnat va zahmatlariga, nomayu amonlarini ajr savob bilan bezagin. Oramizdagi sevgi va sadoqatni Hazrati Ali va Hazrati Fatima onamiz sevgilari, sadoqatlari kabi pok va mustahkam qilgin. Ayblarimizni kechirib, xatolarimizga ko'z yumib, mehr oqibat bilan yashashni nasib etgin. Bizga go'zal xulq, barakali rizq va huzurli hayot ato et. Mendek ojizona, tavakkul va ixlos bilan qilayotgan bu duolarimni alhamdulillah kalimasi bilan yakunlashni nasib et. Amin. Ovqatingiz tayyor bo'lib qoldimi? Choyxonaga boraman dedingiz-ku. Ovqat tayyorlamagandim. Choyxonaga bormayman. Nima yegingiz kelyapti? Siz tayyorlagan har qanday ovqat.